Takbirni taq tushirish sunnatmi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Takbirni taq tushirish sunnatmi va yoki taq tushirish bilan jup tushirish o'xshashmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuhu. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Takbirning hukmi to'g'ri qarashga asosan ta'kidlangan sunnat bo'lib, takbirni taq tushirishmi, jup tushirishmi o'xshash sunnatdir. Chunki har ikki xil takbir tushirish usuli sahih hadislar bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan kelgandir. Hanafi mazhab olimlari takbirni jup tushirishni tanlagan bo'lib, takbirni jup tushirganimizda 17 jumla bo'ladi. Ya'ni Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bu usul Abu Mahzura raziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda kelgan bo'lib, u hadisda Abu Mahzura raziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga takbirni 17 jumla o'rgatgan degan. Abdurrahman ibn Abi Layla rivoyat qilib deydi-ki, Muhammad sallallohu alayhi va sallamning sahobalari bizga so'zlab berdiki, Abdullah ibn Zayd al-Ansari raziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning qashig'iga kelib, "Ya Rasululloh, men tushimda uchisida ikki yeshil to'n kiygan bir kishining tamning ustida o'ri turib, jup-jup azan to'lab, jup-jup takbir tushirib, oraliqda bir o'ltirayotganligini ko'rdim" degan. Buni Bilal anglagandan keyin o'rnidan turib, jup-jup azan to'lab, jup-jup takbir tushirib, oraliqda bir o'ltirayotgan. Bu hadisning raviylari sahihning raviylari bo'lib, ko'pchilik olimlarning qarshida sahoba kiramlarning hammasi ishonchlik. Ularning ismini bilmaslikning ziyni yo'q degan qarshiga asosan bu hadisning sanadi tutashgan. Yana bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni Bilalga o'rgatgan degan. Shuning bilan Bilal o'rnidan turib, jup-jup azan to'lab, jup-jup takbir tushirib, oraliqda bir o'ltirayotgan. Bu hadisni Imom Tahaviy rivoyat qilgan. Bu rivoyatning isnodi sahih. Yuqorqi hadisni Bayhaqi Muxtasari Xilofiyat degan kitobida Abdullah ibn Zayd raziyallohu anhuning navrisi Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Zayddan Abdullah ibn Muhammad otasi orqali buvisidan deb rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisni Hafiz ibn Hajar isnodi sahih. Bu hadisning yana bir shohidi bor degan. Yana sahobalardan Bilal, Abu Mahzura, Salama ibn Akva va Savban raziyallohu anhulardan takbirni jup aytganligini Imom Tahaviy rivoyat qilgan. Ko'pchilik olimlar takbirni taq tushirishni tanlagan bo'lib, takbirni taq tushirganimizda 11 jumla bo'ladi. Ya'ni Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, hayya alas solah, hayya alal falah, qad qamatis solah, qad qamatis solah, Allohu akbar, la ilaha illalloh. Buningda qad qamatis solah degan jumladan boshqa jumla takrorlanmaydi. Bu usul Abdullah ibn Zayd raziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda kelgan. Ibn Xuzayma bu hadisni sahih degan. Imom Tirmiziy Ilal Kabir degan kitobida "Men Muhammad ibn Ismoil, ya'ni Imom Buxoriydan bu hadis to'g'risida so'rasam, u mening nazarimda sahih dedi" degan. Abu Quloba Anas rivoyat qiladi-ki, Ibn Malik raziyallohu anhu Bilal azanni jup-jup, takbirni taq aytishga buyurildi degan. Yana bir rivoyatda Anas radhiyallohu anhu Bilal azanni jup, takbirning qadaqamati salatdan boshqa so'zlarni taq aytishga buyurilgan degan. Demak, yuqorqi har ikki usul Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih yo'l bilan kelgandir. Buningga asosan diyorimizdagi jup o'qish usulimiz sahih hadisga tayangan to'g'ri usul bo'lg'achqa, diyorimizdagi Hanafiy mazhab tanlagan bo'yicha amal qilib kelayotgan bu to'g'ri usulni atay o'zgartib, jidal majroga avomlar o'tirsida g'alviga sabab bo'lishning o'rni yo'q. Jidalga sabab bo'lmaydigan ahvolda taq yoki jup qaysi bir usulda takbir esa sunnatga muvofiq ish qilgan bo'ladi. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Doktor Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 1-tom, 41 numurliq fatvo.